Misolimiz 39-misoldan 33-misolga qaytyapmiz. Bu yerda ikkita son berilgan. 200 hamda 360. Ikkala sonning eng katta umumiy bo'luvchisini topamiz. Xo'p, 200 ni tub ko'paytirishlarga ajrataman. 2 ga bo'laman 100, 2 ga bo'laman 50, 2 ga bo'laman 25, 5 ga bo'laman 5, 5 ga bo'laman 1. Xo'p, endi 360 ni tub ko'paytirishlarga ajrataman. Xo'p, 2 ga bo'laman. Bitta bor, 16-da 8 ta bor. 2 ga bo'laman 90, 2 ga bo'laman 45, 3 ga bo'laman 15, 3 ga bo'laman 5, 5 ga bo'laman 1. Xo'p. Ko'paytuvchilarni yozib olamiz. 200 sonimiz teng ekan 2 ning kubi ko'paytirilgan 5 ning kvadratiga. Xo'p, 360 sonimiz teng ekan 2 ning kubi ko'paytirilgan 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 5 ga ekan. Endi bu 200 hamda 360 sonlarini eng katta umumiy bo'luvchisini topish uchun mana shu yerda umumiy bir xil bo'lgan sonlarni darajasi pastini bir-biriga ko'paytiramiz dedik. 2 ni kubini olaman. Ko'paytirilgan 3 tepada yo'q, shuning uchun 3 ni olmayman. 5 ni o'zini olaman. 2 ni kubi 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 ko'paytirilgan 5. Demak, 40 soni 200 hamda 360 sonlarining eng katta umumiy bo'luvchisi bo'lar ekan.